Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bu men Arslon. Bugun sizlarga men uyimni obzor qilib o'tiraman. Qani bo'lmasam ketdik. Qaranglar obunachilar, men yaqingina gilam sotib oldim o'zimga. Bu esa mening uyim. Bu yerga ham gilam qo'yganman. Bu mening narsalarim, kiyimlarim. Zo'ra men Men bu uyni sotib oldim. Lekin hali beri ijarani to'lashga qiynalyapman. Mening chegarachi kelib qoldi. Assalomu alaykum. Hoy. Qachon uyni pulini to'laysan? Uynimi? Uyni pulini? Hozir ko'raychi, pulni o'qigandim men. Qani? Meni pulim. Yo'q, obunachilar, meni pulim. Kechirasiz aka. Men pulimga gilam bilan kilka sotib olgandim. Voy, uyni bo'shatib qo'y. Aka, unday qilmang. To'xtang, bo'lmasa men narsalarimni olay. Siz obunachilar, u meni uyimdan haydab yubordi. Endi nima qilamiz? Mana uyingiz. Uyimni tambalamoqchimisiz? Obunachilar. U meni uyimni tambaladi. Endi nima qilamiz? Biz qayerda yashaymiz? Nima? Ortimdagi uymi? Qani bir kirib ko'raychi, borib ko'raychi. Qani bitta borib ko'raychi. Qorong'i ham tushib qoldi. Tezroq bormasam men o'laman. Qani? Qani? Oho, buni ichida yotog'i ham bor ekan. Yo'q, uchi monstrlar paydo bo'lishni boshladi. Qani bir uyni ko'raylikchi obunachilar. Uy yaxshi. Faqat ozgina chang bosib qopti. Qani? Bu uyni egasi. Bu meni uyim. Shu uyni menga ijaraga bera olmaysizmi? Faqat 5 ta temir kerak. Temir? Menda sakras o'sha pul bor edi, mang. Oy. Voy, yaramas, mana ko'ryapsiz. Ana ortingizga tashladim pulni. Qani? Ortangizda ana. O'sigi. Rahmat. Men endi mazza qilib uxlayman. Nima bo'ldi? Men qayerdaman? Tez uyga kirib olishim kerak. Zo'r qutulib qoldi. Qani sandiqlarni ko'rmang. Bu yerda bu qanday yashagan? Narsalarimni shoq qo'yaman. Aytgancha, obunachilar. Meni bu yerda bobom bor. Men ertalab uni oldiga boraman. U menga albatta yordam beradi. Men bobomga ishonaman. Qani bo'lmasam uxladik.
Ya, uxlamayapman-ku. Nega bunday bo'lyapti ekan? Menimcha tashqarida monsterlar ko'p bo'lsa kerak. Balki endi uxlarlar. O, ana endi uxladi. Uyqudan turdim. Aytgancha men bugun bobomnikiga borishim kerak edi. Bobo! Bobo! Ana uni uyi. Unchalik uzoq emas. Ana bobomning uyi. Obunachilar chiqilib bobomda ham pul bo'lsin. Salom bobo. Voy, o bolam. Nima bo'ldi bobo? Ahvolingiz yaxshimi? Kasalga o'xshayapsiz. Meni kunim bitib boryapti. Yo'q, unday demang bobo. Aytgancha bobo meni uyimdan chiqarishib yuborgandi. O'shanga menga ozgina pul berib tura olmaysizmi? Men ekkan daraxtni bilasanmi? Ha, bilaman. O'shani tepasida senga vasiyatim xarita bor. O'shandan topib xazinani topishing mumkin. Nima? Rostdanmi? Alvido. Yo'q. Yo'q bobo. Bobo, yo'q. Obunachilar. Bobom menga nimani Endi obunachilar. Yo'q, bobom menga nimani vasiyat qilib ketgan ekan. Men borib ko'rishim kerak. Qani? Borib ko'raychi. Bobom ekkan daraxt mana bu. Bobom menimcha shu daraxtda dedi. Men bu daraxtni yaxshilab ko'rishim kerak. Menimcha uning tepasida bo'lsa kerak. Nima? Bu yerda xarita bor ekan. Qani, bu yoqlarda nima bor ekan? Qishloq. Nima? Qishloqda xazina bor. Nima? Nima? Qishloqda xazina bor? Menimcha, men qayerdaligini bilaman. Bobom oldin bitta joyga ko'p qilardi. Men qayerdaligini bilaman obunachilar. Hozir uni yoniga boramiz. Tezroq. Obunachilar, men hozirgina narsalarimni olib keldim. Endi bizda xaritaga qarab boramiz. Qani ketdik. Men tezroq ana bu yaramasni boplashim kerak. Qani hisob kitoblarga ko'rib, bu yoqqa, hamda bu yoqqa. Nima? Bu quduq-ku. Qani, paskachol, nimadir bor bu yoqda. Qani, nima? Suv g'oyib bo'ldimi? Nima? Pichanlar. Nima bu yerda yozuv bormi? Qani? Nima bu yerda narsa bor ekan? Buni buz. Nima? Voy, bobom meni aldamabdi obunachilar. Bobom menga juda ham ko'p narsa vasiyat qildi. Endi men uyimni qaytarib olaman hamda u sotuvchini
Uyini sotib olaman. Uni ustidan rosa kulamiz. Qani, ketdik. Qani, hamma narsani qazib olamiz tezlikda. Bobomni yaxshi ko'raman. U menga qancha narsa qoldirdi. Men tezroq olishim bilan u yaramas sotuvchi bilan boshqacha gaplashaman. Hozir. Bu sekin sindiryapti. Men o'zimga kilka yasab olaman. Hozir bu hamma narsasini tezlikda olib ketamiz. Hozircha qani ko'raylikchi. Ancha pul yig'ib qopti. Yana ozgina olsak ketamiz. Menga ko'p pul kerak emas. Qolganini qoldiraman. Menga uncha ko'p kerak emas. Qolganini qora kunga olib qo'yamiz. Menimcha shunday qilgan yaxshi. Menimcha bu yetarli bo'ldi. Men ketdim. U yaramasdi. Hozir dabdalasini chiqaraman. Tepaga chiqib olay, olmos bilan uraman. Qorong'i ham tushib qopti. Ana ekan u. Hoy, meni uyimni ochib qo'y. Mana senga qancha pul kerak edi? Ol. Uyimni hamma puli men yana. Bu qaytib kelmasliging uchun. Nima, sen meni bu pul bilan haydamoqchimisan? Nima, senga hamma pulingni berdim. Qani uyimni endi meniki. Qani buni dastagi ber. Ma. Bu yerdan ketishing mumkin. Qani yo'qol. Bu endi meniki. Narsalarni qo'yib qo'yaman. Obunachilar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing hamda obuna bo'ling. Sizlar bilan Arslan hamda meni